Bir odam bir duoni aytdi, bir zikrni aytdi. Maloikalar haligi bandani aytgan zikrini nechta savob deb yozishlikni bilmasdan Robbisi subhanahu va taologa murojaat qilishni iltijo qilishdi. Parvardigor, ana bandang shunaqa bir gapni aytdi, shunaqa bir zikr qildi seni, qancha savob yozishni bilmayapmiz uni daftaringda. Nima dedi banda? Alloh biladi nima deganini. Lekin farishtalarning tilidan eshitishni xohlaydi. Banda aytdi: "Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sulton" dedi. Nima degani? Ey Parvardigor, senga shunday hamd va sano bo'lsin. Kama yanbaghi li jalali wajhik. Yuzingning ulug'ligi qanday bo'lsa, va azimi sultoni, saltanatingning buyukligi qanchalik bo'lsa, shunga yarasha hamd va sano bo'lsin. Shunda farishtalar qancha savob yozishni bilmay qolishdi. Chunki farishtalar ham bilishmaydi Alloh taoloning yuzi qanchalar ulug', saltanati qanchalar buyuk. Yotib olinglar shu duoni. Ish. Dunyoda birodarlar, g'arbiga qarasangiz ham, sharqiga qarasangiz ham katta bir zavodga o'xshab qolgan bu dunyo. Hech kimni bo'sh vaqti yo'q. Na otasini ziyorat qilgani vaqti bor, siyla rahim qilishlikka bir vaqti bor, na charchagani vaqti bor, na dam olishga vaqti bor. Musulmon odam shunaqa bo'ladimi? Endi qo'y boqimni insonni fikr qilishlikka imkoniyati bo'ladi. Nimaga keldi dunyoga? Kim u? Agar tog'da qo'y boqib yurib, qabristonda oldidan o'tadigan bo'lsa, qabrlarga o'tirib fikr qiladi. Mana bu boyroq odam qabri ekan. Bu ham o'libdi. Mana bu yosini ham qo'yib qo'ymabdi. Kambag'al ekan. Demak, bu ham o'libdi. Men ham o'laman ertaga. Fikr qilishga fursat bo'ladi. Ana shu bir xotirjamlik, fikr qilishga fursat yo'qligi insonlarning qalbini